Diqqat qiling. Sizni tanangizdagi qon suyak ko'migingizda tug'iladi. Siz bilan 4 oy 120 kun yashaydi. Sizga xizmat qiladi. Sizga ozuqa yetkazib beradi, kislorod yetkazib beradi, zaharli moddalarni jigardan tozalab chiqadi va mozori bo'lmish taloqda nobud bo'ladi. Endi hozirgi holatingizni yomonligi, kasalliklaringizni ko'pligi, mana shu qoningizni xususiyati va sifati buzilganidan kelib chiqadi. Mana bu jinshen, 10 yillik jinshen. Nimaga 10 yillik? 10 yilda o'zini davolovchi xususiyati pikiga yetkaziladi. Olasiz mana shundan, bor yo'q. Mayda qilib 30 bo'lakchaligi bo'lasiz. Mana shunaqa bo'lakchani har kuni bittadan bismillah iste'mol qilasiz. Bor yo'g'i, biror qiling taningizdagi qon yaxshilanadi, qoningizni sifati yaxshilanadi va energetik quvvati oshadi va juda ham ko'p kasalliklar shifo bo'ladi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Mana shu like bosib tarqatib qo'yasiz. Sizlar doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.